Bitti. Dom, ziki. Ha? Ha. Evet. Dom. Yo, siz gapiring endi. Bitti. Staking. Do'stlar. Do'stlar, xullas mana safarimizni 122 kuni hali ham chegaradamiz. Qaranglar, yonimizda masjid bor. Bu yoq chegara mana. O'tib ketolmayapmiz lekin. Do'stlar, ko'pchilik nima uchun o'tmayapsizlar? Viza olish oson-ku deyapti. Bular Afrikaning Uganda degan joydan hozir sizlarga bir narsa ko'rsataman, hammasini o'qib ko'rib chiqinglar. Do'stlar, keyin yana ko'pchilik obuna bo'lib, podpiska bosing, hamma yoqda bosib tashlayapti. Do'stlar, men sizlarga obuna bo'lib tashlayman. Lekin ko'pchilik ko'ryapsizlar, har xil gaplar qilyapti. Menga o'zim qizg'onmayman. O'tkinchi narsa bu. Bosib tashlayman. Shuncha mana mingtadan oshiq odamga bosib tashladim. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi, do'stlar. Biz Bilol bilan shu yerda bugun juma namozini inshaalloh o'qiymiz. Inshaalloh yanagi juma Madinada juma namozini o'qish nasib qilsin, Allohim.